Biz ayni paytda Yangibozor tumanidagi Do'stlik mahallasidamiz. Mana shu manzil yillar mobaynida bo'sh turgan joy edi. Bugun esa guvohi bo'lishingiz mumkin, shahardan kam bo'lmagan ko'p qavatli binolar bu yerda qad rostlamoqda. E'tiborli tomoni, manzildagi ishlar to'liq yakuniga yetkazilsa, bu yerda qariyb 500 nafar aholini xonadoniy bo'lish imkoniyati yaratiladi. Aholini arzon uy-joylar bilan ta'minlash maqsadida tumandagi Do'stlik va Yangiyo'l mahallalarida 5 va 7 qavatga mo'ljallangan zamonaviy ko'p qavatli turar joylar barpo qilinmoqda. Birgina Do'stlik mahallasida 660 ta xonadonli, 18 ta ko'p qavatli turar joylar qurilayotganligi xonadonli bo'lish istagidagi ko'plab insonlar uchun ayni muddao bo'lmoqda. Ular orasida yaratilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanayotganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Yangibozor markazida qurilayotgan ko'p qavatli xonadonlarning jami 18 ta xonadonli loyihamizdan hozir 13 tasini qurib bitkazdik. Endilikda yana 5 ni qurilishi jarayonlariga yetib turibdi. 390 ta xonadonni qurib bitkazdik. Aholi vakillari uchun yashil zonalar, yo'laklar, mashinalar qilingan, dam olish zonalari qilingan, yoritgich chiroqlari qo'yilgan, tungi chiroqlar. Massiv aholisine yana qulaylik sharoitlar yaratish uchun o'zining bog'chalari, maktablari, xizmat ko'rish shoxobchalari hamda magazinlar hamma sharoiti bo'ladi. Tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratilgan. Bizlar ham shu qo'limizdan kelgancha xalqimizni uyli qilish uchun bor imkoniyatimizni ishga solib harakat qilyapmiz. Energiya tejamkorlik texnologiyalari asosida har bir domimiz ustiga 10 kW, 15 kWdan quyosh panellari o'rnatilgan. Domlarimizni qurilishida asosan bazalt kaplamalar asosida ishlangan. Bu yozda issiqlikni, qishda sovuqdan saqlash imkoniyatini beradi. Yurtboshimiz tomonidan berilgan imkoniyatlar sababli biz quruvchi tadbirkorlarga hech bir to'siqlarsiz ishlarimizni tez va sifatli, unumdor qilib bajaryapmiz.